Uyda bir aybi borga o'xshaydi o'rtoqlar. Men 3 xoli ber. Assalomu alaykum hammaga hurmatli obunachilar. Sizlar bilan yana har doimgidek So'hrob. Bugun So'hrob sizlarga bitta zo'r uyni ko'rsatadi. Bu ikkita kvartira, ya'ni duplex bo'ladi. Hozir men ikkinchi qavatdagi kvartiradaman o'rtoqlar. Bugungi uyimiz 5 va 6-qavatlarda joylashgan yangi domlardan 155 metr kvadrat uyda umumiy maydon. Bu ikkinchi qavatdagi, ya'ni yuqori qismidagi kvartirani podyezddan kirish eshigi, ikkita eshik bor. Pastdan ham bu yoqdan kirsak bo'ladi. Domofonlar o'rnatilgan. Yevromontaj, remontlar, saf fokusim, uyga kirib yashab berish kerak, hamma sharoitlar qilingan. Sizdan qilinadigan narsa produktda kiyim-kechakda olib kirasizda, kirib baxtli hayot kechirishingiz kerak ekan. Sharti shu. Xo'p, xonalarni tomosha qilamiz. Bu tepadagi qavatimiz mansarda hisoblanadi. Bu yerda faqatgina yotoqxonalar joylashgan. Ko'rib turganingizdek, har bir xonalarimiz derazali, har bir xonamiz jihozlangan, mebel texnikalariga ega. G'ishlik, yangi novostroyka, Frunze ko'chasida bo'lyapti. Amir Temur ko'chasi, mo'ljal Hamkorbank. Xo'p, bu tomonda esa ikkinchi yotoqxona, ya'ni o'g'il balaga alohida, qiz balaga alohida yotoqxonalar bo'lyapti. Hozir bu yerdan bitta kattalar yotoqxonasini tomosha qilamiz. Buni qarang. TV bor, двухспальный kravat bor, make-up zona deyiladi, ha? Shunaqa zona, mana trimosi va konditsioner, двухспальный kravatli garderobni shkaflariga ega. Bu kattalardagi, ya'ni ota-onalar yotoqxonasi bo'lyapti va ikkinchi etajdagi sanuzelni tomosha qilamiz. Marhamat, to'liq kafilda. Suvdan, gazdan, svetdan muammo yo'q, lekin juda ham chiroyli ekanda, o'zimga ham rosa yoqdi. Qani shuncha pulim bo'lganda. Shuni reklama qilmasdan o'zim bosib o'rgan bo'lardim. Yaxshi joyda joylashgan. Joyi ham zo'r, uyda o'zi ham yaxshi. Hozir biz sizlar bilan endi pastki qavatni tomosha qilamiz. Video boshida aytib o'tdim, bugungi uyimiz duplex variantda. Xo'p, ya'ni 5-qavatdagi uyimizni tomosha qilamiz. Bu podyezddan kirish eshigi. Qarang. Shundoq kirdingiz, bu yerda kattagina shkaf o'rnatilgan va koridor. Koridor bo'ylab to'g'ri yursak, bu yerda chiroyli oyna, bu narsa обязательно kerak. Shundoq kiyim-kechaklarga qarab, sochlarni tarab ishga chiqib ketishda kerak bo'ladi. Xo'p, bu yoqda ikkinchi qavatni ko'rib chiqdik, zinasi. To'g'ridan mana shunday koridor va bu tomonda uyimizda mehmonxonasi joylashgan. Mehmonxona yumshoq mebellariga ega, jurnalni stoliga ega, konditsioner Arteldan muzdakina qilib yaxlatib turibdi hozir. Xo'sh, patologlari, Bebinurni qaranglar. Bu uyni olsammikan deyapti. Olsam, lekin buncha pulni qayerdan olaman deyapti. Qanday Bebinur ichi? Buni ta'riflashga til ojizlik qilyapti. Hattoki shunchalik chiroyli uyki, nima deb maqtashni bilmaydi odam. Bitta fikringlarni yozib qoldirasizlar, nima deb maqtasak bo'lar edi bu uyda. Xo'p, bu tomonda uyimizda yotoqxonasi, ya'ni bu yerda ham kattalar yotoqxonasi bor. Agar uyimizda, oilamizda yosh katta otaxonalarimiz bo'lsa, mana shu xona ular uchun ideal xona bo'ladi, qarang. Juda ham fayzli, nurli, quyosh nuri tushadi, yorug', keng, shinam, tor emas asosiysi. Anaqa hovliga o'rganganman deganlarga mana shu zo'r variant, kak hovlidek qilib foydalanasiz. Faqat nimasi yo'qda, yeri yo'qda. Xo'p, endi oshxonaga boramiz, o'rtoqlar. Oshxonaga hozir Bebinur o'zi bitta ta'riflab beradi. Nima kamchiligi bor oshxonani? Bebinur? Kamchiligi faqat sotib ololmagan. Kamchilik ko'rmadim, chunki bitava texnikalargacha nemetskiy qo'yilgan ekan, juda ham yaxshi. Oddiy bitava texnika emas. Sizga uzoq yillar davomida xizmat ko'rsatadi, shunisi yaxshi. Bu eng asosiysi. Shuncha pulga olasiz-ku, sizga uzoq muddat xizmat qilmasa bo'lmaydi. Qarang, oshxonada juda ham chiroyli rangli oshxona mebel yasatilgan va bu juda ham sifatli, ana mexanizmlari ham o'zgacha bo'ladi. Unaqa. Qarang, вообще zo'r. Ajoyib. Dahshat. Ovqat pishirishga qulay, hamma sharoit bor-a? Xuddi shunday. Chunki xolodilnikdan olib, yuvib, o'sha ovqatga solish juda ham yaxshi. Qarang, televizorda yechimini anaqa kichkina televizor qo'yib qo'yibdi. Bu yerda o'tirib ovqatlanib, mana bemalol. Mana shu yerda serial, ayollar bari ovqat pishirish jarayonidan serial ko'radi, to'g'rimi? Shunday. Bitta restoranlarga ahamiyat bering. Kuxnya uchun juda ham muqobil tanlangan. Da. Juda ham muqobil. Bu yevropeyskiy stil desagan bo'ladi, no qanday desam ekan, ranglar uyg'unligi juda chiroyli. Shunaqa. Juda ham yaxshi tanlov bo'lgan. Did bilan tanlangan. Menimcha ko'pchilikka yoqsa kerak bu narsa. Xo'p, oshxonani alohida o'zini ochiq balkoni ham bor ekan. Bemalol bu yerda eshikni ochib qo'yib, balkondan ham foydalansa bo'ladi. Adashmasam, yaxshigina ochiq balkoniga ega ekan. Ha, texnikalarimiz Hoffmandan qo'yilibdi, ya'ni mikrovolnovka deymiz, duxovkasi bor, anaqa Boyni somsa bu narsa pishiraman desa, ha, yaxshigina sharoitchalar bor. Ovqat isitaman desangiz, mikrovolnovka pechni sal tepasida joylashtiriladi, u yerda qo'yish
o'zi hamma narsa xavf bunaqanda texnika ko'rsatdikmi bitta mana bu xolodilnik Samsungdan olib qolibdi. Xo'p, Samsung ham yaxshi brend. ya bu zo'r brend bu. Endi ha, bollerda ham hozir ko'rsatamiz. Bitta birinchi mana shu qavatdagi sanuzilni ko'rsatsak, dushovaya qilingan ekan. Santexniklar mahsulotlari ham ajoyib, lekin juda sifatligidan qo'yilgan. Mana bu joyda uyimizda anaqasi bor. Qanday ochilar ekan bu? Boya qanday ochiluvdi? Ha, mana. Ana shunday ochilmayapti-ku bu. Tagidan ochilarmikan? To'xtachi. Ana ochildi. Ha. Mana shu yerda uyda alohida unaqa boller bor. Unaqa boller hamma kvartirada ham bo'lavermaydi o'rtoqlar. Chunki juda ham hamma narsani sifatligisidan qo'ygan. Xullas, mana shu uy, qarang, mana bular bor-ku. Ana ekonom nima deylar? Yo, svit o'chdimi? Nima o'chib qoldi bu? Ha, bu ana o'zi o'chib, o'zi yonadigan, menimcha anaqa harakatlarga datchiklar qo'yilgan menimcha. Yo'q, o'chdi nimagadir. Uyda bir aybi borga o'xshaydi o'rtoqlar. Xullas hazil, o'rtoqlar. Mana shu uyimiz sotilyapti. Frunze ko'chasida joylashgan. Mo'ljal Hamkor Bank 155 metr kvadrat ikkalasi. Narxi juda ham korobka narxida tushyapti. Hisoblab chiqdim, $793 har bir kvadrat metrga to'g'ri kelyapti. Yana bu oxirgi baho emas, savdo qilib egalarini baraka qilishingiz mumkin. Telefon raqamini yozib qo'ydiramiz. Narxini $123,000 dan yana kelishilamiz deyildi. O'zlariga aloqaga chiqib, bemalol baraka qilishingiz mumkin. Hammaga mana shunaqa chiroyli uylar nasib bo'lsin. Bizdan qo'llab-quvvatlash esdan chiqmasin. Likelarni ham albatta qo'llab-quvvatlaymiz.